Toshkent viloyati Ohangaron tumanida joylashgan poytaxtni vodiy hududlari bilan bog'lovchi xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lida harakat jadalligi kun sayin oshib bormoqda. Bir kunda 60 minggacha transport vositalari harakatlanadigan ushbu yo'lda qoidalarga rioya etmaslik oqibatida turli noxush holatlar ham uchrab turibdi. Ana shunday huquqbuzarliklarning oldini olish hamda haydovchilarning mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida Ohangaron tumani yo'l harakati xavfsizligi xizmatida sayyor sud majlisi tashkil etildi. Toshkent viloyatining Ohangaron tumani avtomobil yo'llari transport vositalari harakat jadalligi bilan boshqa tumanlarga nisbatan keskin farq qiladi. Sababi Toshkent shahrini vodiy viloyatlari bilan bog'lovchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A373 avtomobil yo'lining katta qismi tuman hududida joylashgan. Ushbu yo'lda har kunda 40 mingdan 60 minggacha bo'lgan avtomobillar harakatlanadi. Shu sababli ham bu yo'lda harakat ishtirokchilarini yo'l harakat qoidalariga amal qilmasligi natijasida ko'ngilsiz hodisalar ham uchrab turadi. Bu kabi hodisalarni oldini olish harakat ishtirokchilariga sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan oqibatlarini yetkazish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yilgi 1-sonli respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida gahlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuman yo'l harakat xavfsizligi xizmatining ma'muriy binosida sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Toshkent viloyatining Ohangaron tumani Toshkent shahrini vodiy viloyatlari bilan bog'lovchi asosiy tumanlarimizdan biri hisoblanadi. Ushbu tumandan xalqaro ahamiyatdagi A373 avtomobil yo'li o'tgan. Ushbu hududlarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish, Prezidentimizning 2026-yildagi 1-sonli qaror talablari asosida huquqbuzarliklar, jinoyatlar hamda yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida bugun Ohangaron tumanida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Sayyor sud majlisida asosiy, ya'ni yo'l harakati qoidalarining buzilishi natijasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari, shuningdek yo'l harakati qoidalarini buzib, aynan huquqbuzarlik sodir etilgan shaxslarning ishlari ko'rib chiqildi. Sayyor sud davomida yo'l harakati qoidalarini buzilishiga doir 32 ta ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha materiallar ko'rib chiqildi. Ishlarni ko'rib chiqish jarayonida ushbu hodisalarga bevosita sabab bo'lgan omillar o'rganildi. Sud davomida huquqbuzarlarning fikrlari tinglandi. Ularga tushuntirishlar berildi. Bu kabi qoidabuzarliklarning yana sodir etilishi og'irroq jazolar berilishiga va fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida aytib o'tildi. O'zbekistonda sudlar doimiy ravishda turli xildagi huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha huquqbuzarlik ishlarini joylarga chiqib, ya'ni sayyor sudlarda ko'rish amaliyotini yo'lga qo'yishgan. Bundan maqsad kelajakda aynan huquqbuzarliklarni o'sha xalq orasida, jamoatchilik orasida ko'rilishi, bu o'shalarga demak boshqa shu huquqbuzarliklarni sodir qilmaslik uchun demak katta misol bo'ladi. Shundan kelib chiqish aytish mumkinki, mana bugungi yo'l transporti bilan bog'liq bo'lgan turli xil huquqbuzarliklarni biz tuman ichki ishlar demak binosida sayyor sud majlisida ko'rib chiqyapmiz. Bugun 20 dan ortiq yo'l transporti bilan hodisasi bilan bog'liq ishlar ko'rildi. Jumladan fuqaro tomonidan sifatli ichimlik iste'mol qilib, shuningdek yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan yo'l harakati qoidalariga bo'ysunmaslik natijasida yo'l transport hodisasi sodir qilish bilan bog'liq ishlar ko'rib chiqildi. Sayyor sud majlisida 23 nafar yo'l harakati qoidalarini buzilish natijasida yo'l transport hodisasi sodir etib, fuqarolar mulkiga ziyon yetkazgan haydovchilarga turli xil miqdordagi jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, 4 nafar fuqaro mast holda avtomobil boshqarganligi uchun haydovchilik guvohnomasidan 3 yil muddatga mahrum etilgan bo'lsa, yana bir fuqaro haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan bu harakatlarni amalga oshirgani uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtatish ishorasiga bo'ysunmagan 3 ta haydovchiga turli xil miqdordagi jarima qo'llanilgan bo'lsa, yana bir nafar haydovchi bir vaqtda bir necha yo'l patrul xizmati inspektorlarini to'xtatish ishorasiga amal qilmaganligi sababli transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etilib, qo'shimcha jazo sifatida bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobarida jarima jazosi tayinlandi.